Rostini aytsam, bugun doktor qabuliga juda ham hayajon bilan bordik. Ammo qabul davomida xavotirlarim ancha yo'qoldi. Doktor bizni juda ham samimiy kutib olishdi. Farzandlarimni shoshmasdan, batafsil ko'rikdan o'tkazishdi. Bo'yi, vazni va umumiy rivojlanishi baholandi. Topshirgan tahlillarimizni diqqat bilan ko'rib chiqib, har bir natijani sodda va tushunarli tarzda izohlab berdi. Tan olishimiz kerak, hozirgi kunda na ekologiya, na oziq-ovqat sifati ideal darajada. Farzandlarimizning esa har kunlik olishi kerak bo'lgan vitamin miqdorlari bor. Bu miqdorlar esa tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda bolaning bo'yi va vazniga mos ravishda yozib berildi. Oldinlari vitamin tanlash oson, tavakkal bersa bo'ladi deb o'ylardim. Ammo doktor Gulnoza Nurmuhamedova tushuntirgandan keyin esa har bir bola bilan alohida yondashish kerakligini bildim. Qabul oxirida esa farzandlarimga glutensiz va shakarsiz pechenyelar sovg'a qilib, kichik sovg'a bo'lsa-da, bolalarini juda ham xursand qildi va ularda shifokor qabulidan iliq taassurot qoldirdi.